Biz bandalikka kelganmiz. Abdu degani qul degani. Biz Alloh taologa qulchilikka kelganmiz. Qo'limizdan kelgancha ibodat qilib Allohni rozi qiling. Mehnat qilsangiz mehnatingizga baraka, xonadoningizga nur, barakat, tanajoningizga salomatlik ato qiladi. Meni deganlarni deydi Alloh, men yo'qlayman. Salom alaysiz qolmaydi. Sizlar salom beringlar, men sizlarga mukammal oliy ali olaman, ikki dunyoda aziz qilib qo'yaman deb Allohning va'dasi bor. Ey bor Parvardigorim, bu dunyoda mehmon biz, o'lim haq, seni amr rahmating bilan kelganmiz. O'zingga suvni so'raymiz, o'zingni tanitib qalbimizga iymon solganingga alhamdulillah. Habibingga ummat qilib yaratganingga beadad alhamdulillah. Xudoyohnomda shu yo'lda sabit qadam qilgin, shayton vasvasasidan barchamizni o'zing omon tutib aylagin, toki tangli qiyomatda seni bu dunyoda bergan ne'matlaringni rizo qilgan ahli insof, ahli iymonlar qatorida turib rahmatingga va jamolingga musharraf aylagin. Butun olam musulmonlar qatori siz bizni Alloh duolarimizni, ibodatlarimizni qabul aylab, ikki dunyoda saodatli aylasin.